3 karra Rossiya onlayn turnirlarida birinchi o'rin olgan, Moskvaga borib yutgan, qisqa qilib Rossiyaga borib, prям offlayn turniri Sinergiyada birinchi o'rinni olib kelgan bola mana shu. Eng kuchli mnemonistlardan biri O'zbekistonda. Xo'p, demak, Bekzodjon Yusupov bu вообще nazariy geniy bu bola. Istalgan savolingizga javob bera oladi, xotinlarni rivojlantirishda bu ham sizlarga ustozlik qiladi. Johir Abdufattoqov bu ham Rossiya rekordchisi. Xo'p, demak, va Fayozjon Mardonov O'zbekistonda eng tez eslab qoluvchilardan biri. Juda katta tezlikda ma'lumot eslab qoladi va 5-kurator, 5 ta ustoz bo'ladi jami mendan tashqari. Bu Jahon xotira ligasida hozirgi kunda butun dunyo ligasida 18-o'rinda top 20 ga kiruvchi Abdurasul Gafurov. Yaqinda O'zbekiston yopiq chempionati bo'ldi, saralash bo'ldi. O'sha yerda 2-o'rinni oldi. Jahon chempionatiga boradi bu yil. Mana shu yigitlar hammasiga kuratorlik qiladi. Mana misol uchun shu ligaga kirsanglar bo'ladi, memoryleague.com saytga kirib tekshirsanglar bo'ladi. Abdurasul o'sha yerda 18-o'rinda turadi. Xo'p, demak, har hafta bir marta men chiqaman, o'zim shaxsan sizlarga aloqaga jonli efir, ya'ni hafta ichi sizlarga darslar tashlanadi. Haftaning oxirida men aloqaga chiqaman. Undan tashqari sizlar bilan kuratorlar hafta ichi ishlaydi. Mashq qilish uchun maxsus platforma bo'ladi. O'zi eski platformamiz bor edi. Unga yangi narsalar qo'shilgan, platforma o'zgargan, kengaygan. Bitiruv kechasiga bepul bilet beraman. Undan tashqari kursga qo'shilganingizdan keyin bitiruvchilar orasida o'sha platformada, yangi platformamizda musobaqa bo'ladi. Musobaqalashasiz. Yangilar bilan, eskilar bilan. Bugun mana misol uchun kimdir yangi qo'shilsa kursga, o'ziga o'xshagan yangilar bilan birgalikda bellashish mumkin bo'ladi. Bitiruvchilar orasida musobaqa bo'ladi, keyin offlayn ko'rishamiz. Bu prям bayram bo'ladi odatda bizda. Sizlar bilan savol-javob qilamiz, dars o'tamiz va hokazo. Endi oddiy savol. Agar xotirangiz shu kursdan keyin 10 barobar kuchaysa, hayotingiz qanaqa o'zgarar edi va o'sha o'zgarish uchun qancha to'lagan bo'lardingiz? Qancha to'lagan bo'lasiz? Mana bitta haligi kommentlarni pastga tushirib beringlar. Вообще anaqa chiqib ketdingiz. Ha, o'sha 1070 kishi o'zi qo'shilib bo'lgan, eng qizig'i. Qaranglar. Hozir men sizlarga taqdimot qilaman, o'sha 1070 ta odam o'sha ko'rsatgan. $300, $100 dan $1000gacha, $1000, $500, $400 va hokazo. Qisqa qilib aytganda hamma har xil, kimdir $5000 yozgan, kimdir $100 yozgan. Okey, men nazarimda bu kursdagi natijalar umuman bebaho aslini olganda. Lekin men kimlarni kutaman kursda? Hurmatli marafon ishtirokchilari, bugun sizlarga hali sovg'a berishimdan oldin, hali asosiy narsani tushuntirishimdan oldin bitta narsani tushuntirib qo'yay sizlarga. O'zgarmoqchi bo'lsangiz, hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, daho darajasiga chiqmoqchi bo'lsangiz, zo'r natijalar qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni intellektual tiklamoqchi bo'lsangiz, yoshingizdan, jinsingizdan qat'iy nazar keling. Endi ham 18 dan past bo'lsa, ota-onangiz bilan gaplashing. Yog'iga farqi, 50 ga kirganmisiz, 40 ga kirganmisiz, kelinglar, foyda olasizlar, xudo xolasa. Agar sizga xotirangiz kerak bo'lmasa, miyangizni rivojlantirish niyatingiz bo'lmasa, men sizga yordam bera olmayman. Bunaqada biz sizlar bilan birga ishlay olmaymiz. Okey, lan. Tarif. 3 ta asosiy tarif bor. Birinchi tarif mustaqil tarif, ya'ni o'sha 7 haftalik boya aytib o'tgan darslarim bor ichida, umumiy chat bor, dostupda vazifa bajarish uchun tayyor tarqatmalar bor, kurs yakunigacha darsdan foydalanish imkoniyati bor va hokazo. Ikkinchi tarif premium tarif. Premium tarifda mustaqilda nima bo'lsa hammasi bor. Hammasi bor. Ya'ni bu yerda hali hammasi emas, hali yana qo'shimchalar bor, hammasi bor. Kuratorlar bilan savol-javob jonli efirlari, ya'ni premium ichida qo'shimchasiga uy vazifa tekshirishadi kuratorlar, haftada bir marta men jonli efirda chiqaman sizlar bilan aloqaga. Kurs tugagandan so'ng yana 1 oy mobaynida kuratorlar sizlar bilan ishlaydi. Kurs tugagan haqida sertifikat beriladi, participating, 30 kunlik to'lov qaytarish kafolati bor va hokazo. Keyin VIP tarif, 3-tarif. VIP tarifda premium mustaqilda nima bo'lsa o'sha narsa bor, undan qo'shimchasiga nimalar bor? Kurs davomida shaxsiy mentor, prям telefonda aloqada. Xo'p, 7 marta jonli Zoom bo'ladi. Kuratorlar bilan birgalikda. Haftada bir marta kuratorlar Zoomga aloqaga chiqadi. Men o'zim shaxsan qo'shimcha yana 7 marta Zoomga chiqaman. Zoomda o'sha gaplashsak bo'ladi. Endi mustaqil tarif 4.997.000 so'm. Lekin o'tishimdan 990 turaylik. Xo'p, joiz band qil. Bugungi kechaning asosiy ikkinchi sovg'a, bu ham bepul. Bugun ro'yxat chiqib mini kurs
botni ichiga 40-50 daromad ko'rib tushunyapsizlarmi? To'lov qildim. Kurs hamma endi o'rniga 4 million oktyabrgacha to'lasanglar bo'ladi. Sizlarga уже aloqaga chiqishadi. Qarab turinglar. Knopka buttonni joy band qilsangiz, joy qani ko'rib plyus beriladi. Fiber tugagandan keyin уже anaqa Fiber tugagandan keyin dars davom ettiramiz. 13 daqiqa vaqtimiz qoldi. 13 daqiqa vaqtimiz qoldi.